Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men bekchiq suhbatlarga, munozaralarga gap qo'shamdim. Bu yerda men Kamil Tursun efendimning Indigenous People to'g'riliq gapini biroz munozara qilinibdi. Men buningga bir qancha nuqtani qo'shib qo'ymoqchiman. Birinchisi bu odamning Uyg'urlar Indigenous People emas. Bunun asasligi shu yerda yerlik bo'lishi, ikkinchisi primitive culture, primitive civilization yaratamaganligi uchun madaniyat degan narsani yaratamaganligi bu asaslik nuqta bo'ladi. Shunga Indigenous People degan shu mustamlikachi kuchlarning shu xalqlarga qo'ygan ismi degani to'g'ri. Shuning uchun eng asosli muhim masala mundaq çağdaş bugünkü şu bir millet bulalıqın, devlet quralıqın, yeziqi bulalıqın şəhərləşəligen bir medeniyet, bu medeniyetini yaratalığın bir xalq Indigenous People bulmaydı bugünkü ölçemde. Şunun üçün Uygurlar Indigenous People emas, şu sebepten deyini bütünley toğra. Anadaki bu adamın çalı qağa yeri, yakımız inkar qağa yeni bir hata yeri, bugünkü dünyada hemme millet Indigenous People bulamdı, yoki millet olamdı kim olsun, devlet kurmanız kuralaydı degeni hata. Çünkü Indigenous People degenini xuddi mustamlikçili beğendek şu isimni. Mustamlikçiler Indigenous People'ның, yani mustamlikçi çoğun güçler, Cahangir güçler dünyadaki. Indigenous People'ların nemi hukuku var, nemi hukuku yok degenini kanunlaştırıp etti. Şunun için bugünkü dünyada ilki Indigenous People'lar hukuku ehtinamisi degen nesinin, bayannamisi degen nesinin 3. 4. 46. aşı 3 maddesini okusa Indigenous People'ların avtonomiya erişi hukuku var. Indigenous People'ların özü turuşluq devletini parçalaş hukuku yok degan cümleler iniq yeziqliq. Bu narsani o'qib gap qilish lazım. Şuna bunu muqim qilib etdi shu narsa bilan. Bu endi o adamning chalı deb qo'ygan yeri. Endi bu adamning gapi yoki to'g'ri demdi, chala demdi, xato demdi, men tushuncha berdim. Amaliyotda tushuncha berishning hojati yo'q. Bu Kamil Tursun degan odamning hech qanday gapini ilik kelishning hojati yo'q. Uning dini boshqa, u bu din emas. Masala bu adamdagi Xitoyga bo'lgan qulluq sababidan. Bu adam Xitoyga ruhiy jihatdan qulib ketgan adam bu. Buni men qanday bilaman deganda, bundan bir 3-4 yıl burun Clubhouse'da biz bir söhbət qilganda mushu adam mundaq dedi. Bizning Xansolarga tankilalishimiz mumkin emas. Şuna hozir Uyg'urlar ota-onasi nimalar tutilg'ashqa Xansolardan nafratlanadi. Mening deydiganim Xansolardan nafratlanmanglar. Men mushu o'zim turayotgan davlatda Xanso o'quvchilarga tushuntiryapman Uyg'urlarning mushta Beijingning hozir xato qilayotganini. Shunga mushu o'quvchilar keyin cho'ng'ilib, Beijingga berib amal tutib qolsa, mushu odamlar Beijingda, mushu hozir Xanso o'quvchilar Beijingda siyosatni o'zgarsa, bizning kunimiz yaxshi bo'ladi. Qachonki Beijingda siyosat o'zgarsa, bizning kunimiz yaxshi bo'lgan, Beijingda siyosat qattiqlashsa, bizning kunimiz nachar bo'lgan. Shuning uchun Xansolardan nafratlanmay, Beijingdagi siyosatning o'zgarishi uchun Xanso o'quvchilarni tarbiyalayli degan dedim. Buningga Avstraliyadagi Nurgul xonim batdi shu vaqtida. Shu suhbatda Nurgul xonim qo'pab, "Hey, onangni, adangni, singlingni Xitoy bosqinchilik qilyapsa, bu Xitoydan nafratlanmaymiz desang, sen inson bo'lamsan" dedi. Shu yerda qechib ketdi Clubhouse'dan bu. Shuning uchun mana shunday bir manqurt, shunday Xitoyning quli bunu ziyoli ekan gap qila oladi ekan deb toplarda buning gaplarini taqib, buning quloq berib, zehn berib, vaqt berishning hojati yo'q. Ya'ni javob etganda bizning hozir formulalashtirib bo'ldik-ku, atalg'ularni o'rniga qo'yib. Elaqi gongpaylarning yana birisi bu. Yana bir gongpay. Shuning uchun bu gongpayga bundan keyin menga manqurt deb o'tib ketsak qarindoshlar. Rahmat.